2026 год, 21 июня, demek 21 iyun 2026 yil shu O'zbekistondagi bemorlarimizni tibbiy madaniyati va tibbiy mentaliteti bo'yicha bir chiqmoqchi. O'zbekistonda shunaqaki, eshikni oldidan o'tib ketayotib, agar yo'talib qolsa eshikda aybdor qoladi. Mana biz ko'proq chet elliklar davolaymiz. Bir yilda shu mehmonxona dasturidan ro'yxatdan o'tgani 10 mingdan 12 minggacha kelyapti. O'tmaganlari undan 2 barobar ko'p. Endi shu yerda bitta narsani bilish kerak. O'zbekistondan keladi, mana gidrosefaliya bilan davolanyapti. Davolanyapti-da, mana gidrosefaliya dorilar endi bir oyda kelasan deb bir oyga yoziladida, turli sabablar bilan bir oydan keyin to'xtatib qo'yadi. Mana o'sha bolaka. Ayasi tushgani yo'q. Boshini shapkasini olingchi. Bu xavfli narsa. O'ldirib qo'yishi mumkin desam, bolam yaxshi-yu deyapti. Shunaqa holatlar bo'ldi-da, bir namanganlik bir endi maktabda ham o'qimagan 18 yosh qizni berib yuborgan, bolasi yerda yumalab yuribdi, nima bo'pti, yersa yursa ursin deydi. Ertasiga Tumankida ancha problema qildi-da. U bolaga qizig'i ham yo'q, tug'ib qo'ygan, qaynasi ham o'sha shu tap-tapa. Borib to'g'rilab reanimatsiyalarda uchrab to'g'rilab qo'yguncha jinnimiz chiqib ketdi. Sizlarda ham shu. 15 kunda 15 kun bermadingiz, necha kun bermadingiz? Siz tushayotganingiz rasmga. 15 kun bermadingiz. Sabab nima bermadingiz? Bir oy yozilganda. Bir oy deb yozilyapti. Bir oycha kedilyapti-yu. Ko'ring, olyaptimi, bolangizni olmayapman. Ko'ring nima? Xotiningizni olganim, bolani ko'ring, deb o'tib ko'ring. Mana gapiring. Mana tamom. Buni ko'rmaysizmi? Ko'rdim. Mana tomografiyasi. Endi bu o'zi qiyin narsa bo'lsa, buni davolash oson emas. Bu bunaqada unaqa qilsalar biz nima qilamiz? Bunaqa tibbiy madaniyat past, tibbiy mentaliteti buzuq, hamma narsani doktorga to'ngiydigan, doktorni xizmatga olib olgan O'zbekistonda bor. Uni ham hammasi emas, bir 10%, 15% aholi shunaqa. Lekin Qirg'izistonda, Qozog'istonda, Tojikistonda, Rossiyada yo'q. Umuman Yevropa bilan va Isroildan ham davoladik. Turkiyada umuman unaqa yo'q-da. O'ta ispanichilni bitta narsani juda mas'uliyat bilan bajaradi. Hali asakali bemor gidrosefaliya bilan 7 oygacha kelmabdi. Nima kelmading? Bir oyda kelishing kerak desa, pulim yo'q-da, senga yozib qo'yibmiz-ku, bepul kelib ko'rinasan desa, mashinaga pulim yo'q deydi. Hay kelmaysan, mashinani ham pulini beradi deydi. Yo'q, uni ham to'g'rilab qo'ydik. Keyingi 2 marta kelgandan keyin bu to'g'rilab qo'ydik, bor yo'qol qaytib kelmagin dedi. Sizlarga ham endi bor yo'qol deyish kerak. Agar shunaqa qilsanglar bor yo'qol deymiz. Hozir 1000 so'mdan ishtirok qilib qo'ydim ayasiga. Lekin konsultatsiyasini bepul qilib qo'ydim. 650 ming bepul, 1000 so'm ishtirok. Tushundingizmi? Va nima deydi? Bee'tibor onalar guruhiga qo'shib qo'ydim. Chunki ona ham yo'qdi. Eringizda ayb emas. Ona dodvoy qiladi, keyin er bajaradi. Ana Toshkentliklar 5-6 o'rta bir kelyapti. O'rtalar shunday o'rtaga olibdi, eringni eplolmaysanmi dedi. Nima ering eplolmaydi, doktor senga qilib beradimi bu dedi. Shundan keyin shu qizlar hammasi erini aytib yurib, eri chet elga ketadimi, Amerikaga ketadimi, dorisini olib kelib qo'ysin. Farqi yo'q bizga. Alloh shifosini bersin, shifo so'kmaysiz. Shunaqa muomala qilmasak, bizga bemorimizni otasidan, onasidan, qaynonasidan, qaynotasidan, bola chaqasidan himoyalab o'rganganmiz. Bizning bemorimiz shu qiz qolgan 2-o'rinda. So'ksalar ham mayliga. Shu doktorjalik prinsipi. Tamom. So'kmaysizlar. Xo'p.